14-turdan kutilmagan dramalar, 92-daqiqada urilgan g'alaba goli, penaltilar seriyasi va Vodiy derbisi haqidagi eng so'nggi yangiliklarni hozir bilib olasiz. So'diyona va Lokomotiv o'rtasida kechgan bahsda haqiqiy qahramon Temurxo'ja Abduxoliqov bo'ldi. U ikkita penaltini sovuqqonlik bilan golga aylantirib dubl qayd etdi. O'yin hisobi esa 3-1 hisob bilan yakunlandi. Olmaliqda ham kutilmagan taassurotlarga boy bo'lgan o'yin guvohiga aylandik. Dastlab Mashal jamoasi Akemka ustidan 1-0 hisobida g'alaba qozonayotgan edi, lekin olmaliqliklar kambek qilishga muvaffaq bo'lishdi. G'alaba golni esa 92-daqiqada Abror Karimov kiritdi va Akemka jamoasiga 3 ochkoni taqdim etdi. Andijon esa o'z maydonida Buxoroga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Hisob esa 2-0. Lekin kunning eng qaynoq o'yinlari hali oldinda. Bugun soat 20da ketma-ket 3 ta bahsning guvohiga aylanamiz. Nasaf Qizilqum Xorazm Surxon bilan to'qnash keladigan bo'lsa, markaziy o'yinlardan biri, ya'ni Vodiy derbisida Navbahor va Neftchi jamoasi o'zaro kuch sinashadi. Sizningcha bugungi o'yinlarda kimning qo'li baland keladi? Taxminlaringizni albatta o'yindan so'ng tahlil qilamiz.